Hech o'ylab ko'rganmisiz? Birinchi uchrashuvingizda turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqadir bitta kadr bo'ladi-da, o'sha narsani turmush o'rtog'ingiz butun umr gapirib o'tadilar. Menda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Eslasangiz agar o'zbekchilikda bundan bir 10-12 yil oldinlar sovchilar uchun stollarni yasatib qo'yishardi. Katta olmalarni vagimalarga solib, katta eron noklarini solib qo'yishardi-da. Turmush o'rtog'im ham shu vaqtda birinchi uchrashuvda uyimizda bo'lganda, telefon chalinib qolganini hisobiga diqqatlarini boshqa yoqqa qilganlarida bagimani ustida turgan olma nokli pars yerga tushishni boshlagan. O'zidan o'zi bo'lgan. Men tegmaganman, hech narsa qilmaganman. Pars tushib, chaqchuqlar ustiga tushgan, chaqchuqlar otilib ketganda. Keyin o'sha narsani turmush o'rtog'im ma'ni qilganda bo'ylab, necha yildan beri mana 12 yil bo'layotgan bo'lsa, haligacha turmush o'rtog'im aytadilar, "Sen meni chiroyli qomatimni ko'rib, chiroyliligimni ko'rib, olma noklarni hayajondan tushirib yuborgansan" deydilar. Eslasangiz agar birinchi uchrashuvingizda esda qolarli qanaqadir voqea bo'ladi-da, o'sha narsa bir umr xotirangizda muhrlanadi. Xuddi meni turmush o'rtog'im butun umr gapirganlaridek. Qanaqa voqealar bo'lgan? Eslab kommentariyaga yozsangiz, biz siz voqealaringizni eshitib, o'qib juda ham xursand bo'lamiz. Menga sen bo'lsang